suyuq ovqat yemayman dedim-ku, nimaga olib keldingiz? Uzoq yo'lga ketyapsiz. Yemayman. Yemayman dedim-ku, ona. Tinchlikmi? Ketdik, so'raymiz, ketdik. Yur. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Mayli, biz ketdik. Mayli, yaxshi boringlar. Biz ketdik. Mayli, yaxshi boringlar. Onang duolarini oldik. Uzoq safar ketyapmiz baribir. Duolarini oldik. Yur, mana ham onam duolarini olib kelaylik. Yur, mana ham onam duolarini olib kelaylik. Hashim, to'xtat. Bu onajonim bilan ko'rishadigan yagona joyim. Onajonim bilan ko'rishadigan. Men telefon qila olmayman. Men o'pib, quchoqlab erkala olmayman. Men xillarga to'ya olmayman. Boburman, senga aqlli qilmoqchiman. Boburman, senga aqlli qilmoqchiman. Shunchaki senga bitta savol. Agar onang o'lib qolsalar, nima qilasan? Farruh, uyga boraylik. Qornim och qoldi. Onajon, ovqatlarini sog'inib qoldi. Onajon, meni kechiring. Onajon. Voy bolam. Men sendan xafa emasman. Men sendan xafa emasman. Ovqatingiz bormi ona? Bor. Olib keling. Hozir. Farruh, kel ovqatga. Onajon, so'ramadim-ku. Erkak kishiga bir kosa nima bo'ladi bolam? Yeyvering. Ol, o'rtoq. Uyalma. Yaqinda xolamnikiga borgandim. Ovqatimni yeb bo'lib, xolajon yana ovqatsiz bering deyishga rosa uyaldim. O'shanda onamni yo'qotganimni sezdim. Xo'rligim kelib, boshqa xonaga o'tib rosa yig'ladim. Hech kim bilmadi ham. Lekin shuni bildimki, onajonim hali tirik ekanlar. Siz ham mani onamsiz. Onajon, Rahmat bolam. Qachon onangizni ovqatini sog'insangiz, onangizni sog'insangiz kelavering. To'g'rimi Boburjon? Eshigimiz ochiq. Kelavering.